Do'stlar, tasavvur qilinglar, ochiq mashinada pullar yotibdi. Men bittasini cho'mchagimga solib ketsam, nimadir bo'ladimi? Buni sizlar bilan bugun sinab ko'ramiz. Tak bolalar, bugun noodatiy video bo'ladi, chunki bizda eksperiment bo'ladi. Bam 70.000 dollar. Mana shu 70.000 dollar yotibdi. Hammasi haqiqatdan desam, ko'ramiz odamlar qanaqa qilib reaksiya beradi. Agar kimdir olib ketadimi, kimdir olib ketmaydi, bilmayman. Men uchun bu narsa juda takoy yangi bo'lyapti. Takoy o'zimni g'alati his qilyapman mana shunaqa video olishdan keyin. Mana bitta ichkarida yana bitta kamera bor. Uzoqda. Biz uzoqda turamiz. Uzoqdan turib, katta kamera olganmiz, sizami? Mana shu kamera bilan bugun mana shu toychoq bilan kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uzoqdan olib turamiz mashinani, nimadir bo'ladimi, yo'qmi? Где-то yarim soat 40 minut olamiz. Kimdir olib ketadimi, pulni olib ketmaydi. Nima bo'lishini o'zimga qiziq bo'lyapti-da. Поэтому yangi format video. Bunaqa hali qilmaganman. O'zim takoy hali bilmayman nima bo'lishini. Поэтому like bosib qo'yinglar сразу birinchi minutdan. Ketdi, endi ko'ramiz nima bo'lishini. Eng asosiy narsa, agar hech kim вообще pulni tegmasa, to menda aktyor bor. Idom? Mana shunaqa kiyimda, o'tib ketadi, olib ketadi pulni, ko'ramiz odamlar reaksiyasini, nima qiladilar ekan odamlar. Chunki mana shu prям bozorga kirish, odamlar juda ko'p o'tyapti. Nima bo'lishini ko'ramiz. Ketdi. Bolalar hozir bitta ayol qarab turibdi-da. Shu mashina yonida aylanib yuribdi. Nima bular bizga qarayapti. Nima bo'lishini hozir bilmayapmiz. Или может она ментов вызывает. Mana shu ayol keldilar-da, tipa bizga ko'rsatib ketdilar, mana video otdilar deb ko'rsatdilar, menga qaratdilar. No, не знаю. Nima bo'lishini bilmayapman. Lekin to'g'risi aytsam juda qo'rqyapman. Tam может menti keladi, tipa nima qilasizlar deb kelsalar oldimizga вообще problema bo'ladi-da, tipa. Поэтому shuning uchun like bosinglar. Yarim soat davomida ko'plab insonlar shu pulga qarab o'tdi, ammo hech kim unga tegmadi. Va oxiri biz o'zimizni aktyorni jo'natishga qaror qildik. Akalar qarab turibdilar, to'g'risi pulni olib ketdi-da, Lekin hech nima qilmadilar. Это просто шок. Blin, lekin qarab turdilar-da, bizning aktyorimiz keldi-da, olib ketdi. Blin, endi bizga qarayaptilar kamerani, yo'q, hali ko'rmadilar kamerani. Lekin hech nima qilmadilar. Voy, blin! Nima hech nima qilmadilar, tutish kerak edi. Bog'lar, baxtga deb. Lekin yomoni bo'ldi, yomoni. Do'stlar, mana pul hammasi shu yerda. Reально katta respekt, hech kim olmadi. Shuncha odam o'tdi, shuncha odam meni qarab ketdilar, lekin hech kim tegani yo'q. Поэтому katta respekt o'zimiz xalqimizga, odamlar hurmatim yana bor oshdi. Lekin mana emotsiyam ko'rmadinglar, sizlar просто то, что o'tib ketganda mana shu aktyorimiz bizga aytib beryapti. To'g'risi aytdilar, tipa, "Ey, to'xta, qayerga ketyapsan?" deb baqiribdilar, prikin. U просто qaramasdan yugurib ketdi. Lekin bilmayman nima hech kim tam yugurib bilan tutmadi и так далее. Но ничего. Хотя бы e'tibor qildilar. Sizlar yoqgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Prям shu yerda kommentariyada yozinglar. Qanaqa keyingi kommentariyada yozinglar. Qanaqa eksperiment keyingi tushirib YouTube kanalimga. Katta, keyingi ikkinchi lokatsiya C1. Поехали. Tak, bolalar, yangi lokatsiya keldi. C1. Bu joy hamma biladi. Bu yerda qanaqa odamlar reaksiya berishini bugun hozir ko'ramiz. To'g'risini aytsam, prognoz mana shu yerda kimdir olib ketadi deb o'ylayman. Chunki bu yerda kichkina bola ko'p. Takoy, как бы yugurishga joy bor-da, olib yugursa bo'ladi. Mana shu yerda pul. Mashina moshda turibdi, mana shu yerda. Genialniy xod qildik biz, чтобы прям kamerani ko'rmaslik uchun odam mashina narigi tomonda turibdi. Вот, mana shu Cobaltda o'tiramiz biz. O'rtog'imdan so'rab turdim, yordam berib tur deb. Mashinada o'tiramiz. Kamera mashinada bo'ladi, o'zlarimiz ham mashinada. Ko'ramiz nima bo'lishini. Bugun takoy motivatsiya yomon, nastroy yomon. Oddiy taktika bo'yicha mana hamma pul. Prям unchalik ko'p qo'ymaymiz. Tak, mana 50 dollar, 100 dollarni mana sidenyaga qolgani mana shu yerda, Prям o'tirgan joyimga qo'yib ketaman. Let's go. Gapirasizmi? Gapiring. Assalomu alaykum. Toshkent O'zbekiston Avon yaxshi ishlayapman. 100 dollar menga berib turib qaytaraman. Assalomu alaykum. Toshkent shaharda yaxshimi? Hammanglarni olib, barka bormi? Hamma odamni olinglar. Pop.
Hop. 500 ming ishlayman. 600 ming. Kunigami? Kuniga. Bir kunda, Это oyga 15 millionmi? bir oyda, bir kunda mana bitta $100 berib, bir kunda $100 topaman. Bir kunda. Mana shu $100 topaman. Bu $100 qancha bo'ladi? 1 million 300 ming. 300 ming yetadi. Hammasi yetadi. Zo'r aka. Ovqat yetadi, taksi yetadi, uyda borish yetadi. Valla bo'ldi, hammasi tayyor. Ketdi. Такой очень нормальный kontent qilib berdilar. Bo'ldi. Let's go. Tak bolalar, mana shunaqa obstanovkada o'tiribmiz. Bam, kamera mana shu yerda. Такой qanaqadir seriyoz, oppa qarab ketdilar kimdir. Lekin olmadilar, такой серьезный ekan. Voy, eshikni ochdi. Brat, что за хуйня, блядь? Kimdir otdi pulni. Ilomyapti, bilmayapti. GoPro tushirish kerak. Nima hech kim hech nima qilmayapti. Точно, кстати. Hech kim hech nima qilmayapti, nimagadir. Oldimi yo'qmi? Он взял, проверил. Блядь. Он понял, что фейкligini tushundimi yo'qmi? Ketdi bola, ketdi. Короче, mana bu kamerada hozir ko'ryapmiz. Bolalar yomon qarayapti-yu, prям oldida turibdilar. Hozir mana shuni olsalar, вообще четкий bo'ladi. Уже yarim soat o'tiribman, вообще charchab ketdim. Operator charchadingizmi? Короче, soat 5:30 ro'zaga yaqin qolamiz, вообще charchab ketdik. Поэтому mehnat uchun like bosinglar bolalar. Kimga kontent yoqayotgan bo'lsa like. Eksperiment qilaymi yo'qmi? Shuni kommentariyada yozing. Bolalar kamera yoqishga ulgurmadim, lekin mashina turibdi. Kimdir, короче, mashinaning oldiga keldi. Men tushunmadim, oldimi yo'qmi? Я просто в шоке, я просто tushunmayapman qanaqa qilib hammani oldida olib ketyaptilar pulni. Может быть, hali tushunmayapti то, что это fake. Bilmayman, короче, bilmayman. Но mashina turibdi-da, Malibu какой-то turibdi. Hozir siz kadrni ko'ryapsizlar. И ko'rinmadi oldilarmi yo'qmi tushunmadim. Но o'ngga qarab ketyaptilar hozir mana. И, kстати, bolalar, 90% без подписки ko'ryapti. Bu nima ahvol? Agar bitta подписка tashlab qo'ysanglar, to meni prosmotrlarim uchadi, reklama ko'payadi, imkoniyat ko'payadi, и biz undan yaxshiroq kontent qilamiz. Поэтому iltimos bolalar, подписка tashlab qo'yinglar. Просто bitta Do'stlar, bu video bilan odamlarning yomon tarafini ko'rsatish maqsadim yo'q edi. Faqatgina odamlarning reaksiyasini ko'rmoqchi edim. Izohlarda pul olib ketgan bolalarni hate qilish kerak emas, chunki hammaning hayotida har xil situatsiya. Va men kontentim bilan negativ olib keltirish niyatim yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Вот, biz o'sha qattiq charchab ketdik, qo'yliga va shuncha qiyin bo'ldi borish. Keyingi qaysi eksperiment qilishni yozinglar kommentariyada. Вообще yozinglar. Yoqyaptimi bunaqa format yo'qmi? Nima qilishni ideyalarni yozib qoldiringlar kommentariyada. Lekin emotsiyalar zo'r bo'ldi. Tam ikkita bola real olib ketdi, priking. Nargi safar qo'yiluvdi. Bolalar, o'zlaringizni bolalarimiz olib ketganda, boshqa xotinlar, "Tegma." Mana shunaqa deganlar va kayf bo'ldi. Kim yoqqan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'linglar. 50 ming urib berish kerak bolalar. Let's go. Hozir ekraningizda ikkita meni videolarim chiqib keladi. O'tib ko'ringlar. Конечно, aktiv kommentariy bo'ldi. Hamma xayr. Sizlar bilan Baburella edi.